Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz funksiya limiti, limitga ega bo'lgan funksiyalarning xossalari. Funksiya limiti. Ixtiyoriy argumentli funksiyaning limiti fx funksiya x biror haqiqiy sonlar to'plamida aniqlangan bo'lsa, a nuqta biror son yoki minus cheksiz plyus cheksiz simvollardan biri bo'lsin. Agar u epsilon musbat atrofida x to'plamning a dan farqli hech bo'lmaganda bitta nuqtasi joylashsa, a nuqta x to'plamning limit nuqtasi deb ataladi. Misollarda x 0,3 to'plamning har bir nuqtasi uning limit nuqtasi bo'ladi. Natural sonlar to'plamida limit nuqtaga ega emas x to'plam. Limit nuqta quyidagi xossalarga ega. Agar a nuqta x to'plamning limit nuqtasi bo'lsa, a nuqtaning ixtiyoriy atrofida x to'plamning cheksiz ko'p nuqtalari elementlari joylashgan bo'ladi. Ikkinchi, a nuqta x to'plamning limit nuqtasi bo'lsa, x to'plam nuqtalardan elementlardan har doim a ga intiluvchi xn ketma-ketlik tuzishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi ta'rif geniy ta'rifi deyiladi. Agar x to'plamning elementlaridan tuzilgan va a ga intiluvchi har qanday xn ketma-ketlik olganda ham unga mos kelgan fxn ketma-ketlik hamma vaqt yagona b chekli yoki cheksiz limitga intilsa, bu shu b songa fx funksiyaning a nuqtadagi yoki x teng intiladi a ga intilgandagi limiti deb ataladi va u limit x a ga intilgandagi fx funksiya barobar b yoki x a nuqtada fx b ga intiladi deb belgilanadi. Uchinchi qo'shiq tarifi. Ixtiyoriy istalgan epsilon musbat son uchun shunday delta epsilonga bog'liq musbat son topilsaki, argument x ning x minus a absolyut qiymati 0 bilan delta orasidagi x tegishli x tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha qiymatlarida fx minus b ning absolyut qiymati epsilondan kichik tengsizlik bajarilsa, b son fx funksiyaning a nuqtadagi yoki x a ga intilgandagi limiti deb ataladi. Qo'shib ta'riflari mos ravishda qisqacha quyidagicha ifodalanadi. Ixtiyoriy epsilon musbat son uchun shunday s epsilonga bog'liq musbat son topiladiki, ixtiyoriy x lar uchun x katta s lar uchun fx minus b epsilondan kichik. Yoki limit x cheksizlikka intilganda fx b limit x minus cheksizlikka intilganda fx b limit x cheksizlikka intilganda fx b kabi yoziladi. To'rtinchi ta'rif x epsilon x cheksizlikka intilganda funksiyaning limitining geniy ta'rifi. Agar x to'plamning nuqtalaridan elementlaridan tuzilgan har qanday cheksiz katta xn ketma-ketlik olinganda ham unga mos keladigan fxn ketma-ketlik hamma vaqt yagona b songa intilsa, shu b songa fx funksiyaning x cheksizlikka intilgandagi limiti deyiladi va limit x cheksizlikka intilgandagi fx barobar b kabi belgilanadi. Beshinchi ta'rif x plus minus cheksizlikka intilgandagi geniy ta'rifi. Agar x to'plamning musbat manfiy elementlaridan tuzilgan har qanday cheksiz katta xn ketma-ketlik olinganda ham unga mos kelgan fxn ketma-ketlik ham hamma vaqt yagona b ga intilsa, shu b ga fx funksiyaning x plus cheksizlikka intilgandagi yoki minus cheksizlikdagi limiti deyiladi va limit x plus cheksizlikka intilganda fx barobar b yoki minus cheksizlikka intilganda fx barobar b kabi belgilanadi. Oltinchi ta'rif funksiyaning chekli nuqtadagi cheksiz limitlari. Agar istalgan ixtiyoriy epsilon musbat son uchun shunday delta epsilonga bog'liq musbat son mavjud bo'lib, ixtiyoriy x lar uchun fx katta epsilon tengsizlik bajarilishi o'rinli bo'lsa, ya'ni fx tegishli u epsilon cheksizlikda bo'lsa, fx funksiya x a ga intilganda yoki x a dagi cheksiz limiti deyiladi va limit x a ga intilganda fx barobar plyus cheksiz yoki minus cheksiz yoki cheksiz kabi yoziladi. Va yettinchi ta'rifda plyus yoki minus cheksizligini
ko'rsatib qo'ygan. Agar epsilon musbat son shunday delta musbat son topilsaki, ixtiyoriy x'lar uchun fx katta epsilon yoki fx kichik minus epsilon tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holatda fx funksiya x a ga intilgandagi plyus yoki minus cheksiz limitga ega deyiladi va x a ga intilganda fx barobar plyus cheksiz, x a ga intilganda fx minus cheksiz kabi yoziladi. X to'plam berilgan bo'lib, A nuqta uning o'ng chap limit nuqtasi bo'lsin. Shu to'plamda fx funksiya aniqlangan. 8-chi tarif geniy tarif. Agar X to'plamning nuqtalaridan tuzilgan va har biri hadi A dan katta kichik bo'lib A ga intiluvchi har qanday x en ketma-ketlik olinganda ham unga mos kelgan fx en ketma-ketlik hamma vaqt yagona b songa intilsa, shu b songa fx funksiyaning A nuqtadagi o'ng chap limiti deb aytiladi. 9-chi tarif qo'shiq tarifi. Agar istalgan epsilon musbat son uchun shunday delta musbat son topilsaki, argument x u delta plus a, u delta minus a atrofidagi barcha qiymatlar fx minus b kichik epsilon tengsizlik bajarilsa, b son fx funksiyaning a nuqtadagi o'ng chap limiti deb ataladi va u mos ravishda quyidagicha yoziladi. Limit x a ga o'ngdan intilganda fx barobar b yoki f a plus 0 barobar b. Limit x a ga chapga intilganda fx teng b yoki f a minus b barobar a minus 0 barobar b kabi yoziladi. Birinchi terma fx funksiyaning a nuqtada b limitga ega bo'lishi uchun uning shu nuqtada o'ng va chap limitlari mavjud bo'lib, fx f a plus 0 teng f b minus a minus 0 teng b tenglik o'rinli bo'lishi zarur va yetarli. Ya'ni fx funksiyani a nuqtadagi limiti b ga ega bo'lishi uchun chap va o'ng limitlari teng bo'lishi zarur va yetarli degan. Ikkinchi teorema qo'shib teoremasi. Fx funksiya a nuqtada chekli limitga ega bo'lishi uchun uning a nuqtadagi qo'shish shartlarini bajarilishi zarur va yetarlidir. Uchinchi teorema monoton funksiyaning limiti. Agar fx funksiya x to'plamda o'suvchi yoki kamayuvchi bo'lib, yuqoridan yoki quyidan chegaralangan bo'lsa, fx funksiya a nuqtada chekli limitga ega bo'ladi va agar fx funksiya yuqoridan quyidan chegaralanmagan bo'lsa, uning limiti plyus cheksiz yoki minus cheksiz bo'ladi. To'rtinchi teorema. Agar va gx funksiyalari a nuqtada limitga ega va ularning limitlari mos ravishda b va s bo'lsa, u holda yig'indi va ayirmaning limiti ko'paytma va birorta songa ko'paytirilgandagi va bo'linmaning limitlari funksiyalari ham shu a nuqtada chekli limitga ega bo'ladi va ushbu e, yig'indini limiti, ko'paytmani limiti, k ga ko'paytirilgandagi limit, bo'linmani limiti, ushbu formulalar kabi munosabatlar o'rinli bo'ladi. 5-chi teorema. Agar a nuqtaning biror u delta a atrofidan olingan x ning barcha qiymatlarida gx kichik yoki teng fx kichik yoki teng hx tengsizlik o'rinli bo'lsa, x a ga intilganda fx va gx funksiyalari limitga ega bo'lib, limit x a ga intilganda fx gx teng limit x a ga intilganda hx barobar b bo'lsa, u holda fx funksiya ham a nuqtada limitga ega va limiti x a ga intilganda fx barobar b bo'ladi. 6-chi teorema. Agar birinchi limit x a ga intilganda fx limit o'rinli bo'lib, a nuqtaning shunday delta atrofi mavjud bo'lsaki, barcha x lar uchun, delta atrofida olingan x lar uchun fx teng emas bo'lsa, ikkinchi s nuqta t to'plamning limit nuqtasi bo'lib, limit t s ga intilganda ft barobar b limit mavjud bo'lsa, u holda x a ga intilganda y barobar f fx murakkab funksiya ham limitga ega va limit x a ga intilganda fx barobar limit t s ga intilganda ft bo'ladi. Ft funksiya s nuqtada uzluksiz bo'lgan holda 7-14 tenglikni x barobar a ga intilganda limit fx barobar f limit x a ga intilganda fx kabi tenglik ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi.
Limitlarda ajoyib limitlar ham bor. O'shalarning asosiylarini yozib ketamiz, o'rganib ketamiz. Ajoyib limit funksiyalarni limitlarni hisoblashda quyidagi ajoyib limitlar muhim rol o'ynaydi. Birinchi ajoyib limit limit x nolga intilganda sinus x taqsim x yoki x taqsim sinus x barobar 1. Ikkinchi ajoyib limit limit x cheksizlikka intilganda 1 plus 1 taqsim x darajasi x barobar limit y nolga intilganda 1 plus y 1 taqsim y barobar y ga teng bo'ladi. Eslatma: agar biror u delta x 0 atrofida alfa x teng emas 0, limit x nolga intilganda alfa x 0 bo'lsa, u holda limit 1 plus alfa x nolga intilgandagi 1 taqsim alfa x y bo'ladi. Limitlar haqida qisqacha ma'lumotlar shundan iborat. Amaliy darsda kengroq ko'rib o'tamiz.